Anazor mahallasi fuqarolari bugun muhtaram yurtboshimizning 3 yil tajribasi asosida tashkil etilgan uchrashuvda siz tadbirkorlar, fuqarolar bilan yig'ilib turibmiz. Ushbu uchrashuvdan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolar va tadbirkorlarning muammolarini hal etish orqali ish o'rinlar o'z-o'zini bandligini ta'minlashga qaratilgan. Marhamat, kimda nima savollar qiziqtirgan takliflar bo'lsa berishlaringiz tadbirkorlar uchun qanaqa yangiliklar, qulayliklar bor? rahmat. Ayollar uchun Hozirgi kunda bankimizda bir qator tadbirkorlikni rivojlantirish, boshlash uchun imtiyozli kreditlar mavjud. Bunga bir misol qilib mahalla loyihasi kiritimiz, biznesga ko'mak nomli kiritimiz. Bundan tashqari kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun 100 milliongacha garovsiz, 300 milliongacha garov asosida kreditlarimiz bor. Kreditlarimizdan 5 yil muddatga mahalla loyihasi kreditimiz 25% dan qulay tomoni plastik kartochkangizga tashlab beriladi. Undan tashqari biznesga ko'mak deb nomlangan kreditimiz bor. 17 million so'mgacha 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlik dasturidan avval imtiyozli kreditlardan foydalangan fuqarolarga hech qanday oborotsiz yangidan yuridik shaxs tashkil qilib 100 million so'mgacha garovsiz kreditlar taqdim qilamiz. Tadbirkorlikni boshlash, ish o'rinlari yaratish